Hürmetli vatandaşım, sizlerge hazır ciddi bir leksiya sözleyimiz. Kulak veren bizge vatandaşım. Prezident Obama bilen Reis Xi Jinping sohbeti soda ticaretke etibar berdi. Kişilik hukukni kim sözleydi? Mavzulu haber 9. ayının 18. günü Amerika Ovozinin Xitay tili programması da ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Washington. Jungo'nun rehberi Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama bilan Oqsaroyda rasmiy suhbat o'tkazadi. Amerika matbuotlari xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama ziyoratga kelgan mehmonning oldida Jungo taraf beoromlik his qiladigan ba'zi masalalarni o'rtaga qo'ydi. Masalan, savdo tijoratda ta'tir farq masalasi, to'r betlari bexatarligi va xalqaro dengiz sohasi, havo territoriya, janubiy dengiz, sharqiy dengiz territoriya talash tortishlari, hamda Tayvan masalasi, Tibet masalasi, Şinjan meselesi qatarlıq meselelerini o'ttirib qo'ydi. Diqqat vatandaşım, territoriya, Janubiy dengiz, Sharqiy dengiz, territoriya talash tortishlari, hamda Tayvan meselesi, Tibet meselesi, Şinjan meselesi qatarlıq meselelerni o'ttirib qo'ydi. Lekin mayli Seattle shahrida bo'lsin, Washington alayda rayonida bo'lsin, yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabi joylashgan New York shahrida bo'lsin, Reis Xi Jinping o'xshashla territoriya masalasini o'rtaga ilib chiqishi mumkin. Bu nima gap? Lekin nihoyat aniqki, tashabbuskorlik bilan kishilik huquq masalasini muhokama qilmaydi. Undaqda prezident Obama kishilik huquq masalasi to'g'risida fikr bayon qilamdi yo'q. Qandaq fikr bayon qiladi? Dengiz yuzi territoriya talash tortishi va Tibet masalasi, Şinjan masalasi hamda Tayvan masalasi to'g'risida deb xabar qilindi xabarda. Jungo hukumati takror bu masalalar Jungo'ning jonijon manfaati masalasidir deb takrorlab keldi. Shunga bu masalani aylanib o'tib ketolmaydi. Reis Xi Jinping tashabbuskorlik bilan fikr qiladi. Ikki taraf, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo ikki davlat 1979-yil 7-oyda diplomatik munosabatlarni asliga keltirgandan keyin shu vaqtda Jungo'ning raisi Deng Xiaoping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilgan kundan boshlab keyingi har navbatlik Jungo rahbarlarining Amerikani ziyorat qilish ahvolidan qaraganda bu masalalar azaldan shundoq bo'lib keldi. Hurmatli vatandoshim, xabarimiz shu yerda oxirlashdi. Endi tahlil qilaylik. Jungo'ning bosh elchisi Sui Tiankay eg'izga olgan xo'sh xabar yuqorqilar emasmidi? Davomini anglaysizlar.